Hozirgi to'y marosimlarni, mebellarni kelin tomon qilish kerakmi, kuyov tomon qilish kerak? Kelin tomon qilish kerak o'ziga. Sabab? Sabab Baxt uchun kelasi ham to'y qiladida, kuyov tarafi o'ziga yarasha, kelin tarafi o'ziga yarasha. Mebellarni kelin tomon qilish kerakmi yoki kuyov tomon qilish kerak? Kuyov tomon qiladi, nima kelin tomon qiladi? Bo'ladi. Meni fikrim kuyov tomon qilgani ma'qulroq bo'ladi. Til uzun bo'ladi. Javob uchun rahmat. Chiqaramanda shunchaki kuyov tomon qilsin. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Andijonda so'rovnoma o'tkazamiz. Hozirgi paytda mebelni kelin tomon qilish kerakmi yo kuyov tomon qilish kerakmi? Qani ketdik. To'yni mebelini hozirgi kunda kelin tomon qilish kerakmi, kuyov tomon qilish kerakmi? maslahat qilib, oilaviy kengashib, quda bilan sharoitiga qarab turib, shu qaysimga yetsa, kelishib qilish kerak, to'g'risi. Mebelni albatta kuyov tomon qilish kerak, chunki ota-ona tomon qiynalib qolmasligi kerak deb hisoblayman. Xo'p, javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Kuyov tomon qilish kerak-da. U qizini beryapti, bo'ldi-da. Javob uchun rahmat. Assalomu alaykum. Aka, so'rovnoma o'tkazayotgandik. Assalomu alaykum. Aka, siz hozirgi paytda to'yni mebelni kelin tomon qilish kerakmi yo kuyov tomon qilish kerak? Hozir ham oldin ham kuyov tomon qilish kerak menimcha. Hop, batafsil. Batafsil shu erkak ish qilish kerak. Endi ba'zi joylar kelishib qiladi. Endi meni fikrim, endi hammani o'zini shaxsiy subyektiv fikri bo'ladi. Meni fikrim kuyov tomon qilgani ma'qulroq bo'ladi. Til uzun bo'ladi. Keyin xotin to'ydan keyin har xil. Javob uchun rahmat aka. Assalomu alaykum. To'g'risi bilmayman. Qisqa lo'nda javob beraman. Menimcha ikkala taraf qilish kerak. Chunki baribir oilada ikkala tarafda o'rni bor. U narsa ishlatadi, seniki menikisi bo'lmaydi. Javob uchun rahmat. Salomat. Endi hammani ota-onani o'zi qizini qanaqadir bir orzu niyatda katta qilib berishmoqchi bo'lishsa, endi unga kuyov tomondagilar qarshilik bildirishani bildirmaydi. O'zlari kelishadigan narsa endi. Lekin meni fikrim kuyov tomon qilishlik kerak. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda to'yni mebellarni kelin tomon qilish kerakmi, kuyov tomon qilish kerak? Kuyov tomon qilish kerak albatta. Kelin tomon qilsa ham bo'ladi. Yo'q, aka, uning erkakchilikka islom diniga ham to'g'ri kelmaydi aka. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Mablag'i bo'lsa, kuyov tomon qilgani yaxshi. Bo'lmasam kelishgan holatda. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Xo'la, hozirgi paytda to'yni mebelni kelin tomon qilish kerakmi, kuyov tomon qilish kerak? Nimani? Mebelni. Kuyov tomon qilyapti uni. Qiz tomon qilsa ham bo'ladi-yu. Bilmayman, hozir bolalar unamayapti. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Hop. Kuyov tomon qilish. Qiz tomon qilsa ham bo'ladi-yu. Yo'q, endi odamni o'ziga bog'liq aka. Javob uchun rahmat. Salomat. Kuyov tomon qilish kerak edi. Hozirgi zamonda emas, oldingi zamonda ham qilish kerak bo'lgan. Sizni fikringiz, onaxon? Men ham shuni ma'qullayman. Albatta kuyov tomon qilish kerak. Kelin tomonda o'zi jah qiladigan narsalari ko'p, o'g'lim. Javob uchun rahmat. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Hozirgi paytda to'yni mebelini kelin tomon qilish kerakmi yoki kuyov tomon qilish kerak? Kuyov tomon qiladi, nima kelin tomon qiladi? Batafsil. Batafsil meni o'g'illarim o'zlari qilishgan. Chunki u uylanyapti-yu, u erga tegmayapti, o'g'il bola qilish kerak-da. Mumkin emas. Qiz bola o'zi sep sidirg'asi bilan keladi. O'zi bitta hali qo'l chachiqda ham olib keladi kelinchak. Shuning uchun yotog'ini o'zi qilsin o'g'il bola. Shunda halol bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Meni ikki o'g'lim ham mebelini o'zi qilgan. Biz o'zimiz Toshkentdan buyurishgan mashina turib Andijonda. Borib, xudolar bilan borib, o'g'illarim o'zlari olib kelib, bitta o'rnatadigan Toshkentdan kelib o'rnatib bergan. U halol bo'lmaydi o'g'lim. Shunda halol bo'ladi. Nimasi, nima desam, o'shinda butun narsa o'shinda bo'ladi. Kuyovni hurmati, qaynani hurmati, qaynotani hurmati, kelin ham kelganman deb o'zi o'ng'atesini topib ishini qilib yuraveradi. Orcha gap so'z bo'lmaydi o'g'lim. Endi ko'ynagini qildik, rosa qildik. Kelin tomondan bir 4 ta 5 ta ko'ynak qildim, men qildirmadim. Uzuklarni ham o'zim taqib qo'ydim. Hamma yo'g'ini o'zga olishdan oldin 4 ta uzuk taqdim. Hali biz borganimizda. Endi siz bizniki bo'ldingiz dedim, tamom. Xudo tomon ikkita uzuk qiluvdi, qilmang, ikkita qizingiz bor ekan, qizlaringizga qiling dedim. Agar shu eshittirsa, Xudoim eshitadi meni. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling katta. Hop. Hamma o'zi qilsin men bilan. Hop. Assalomu alaykum. Xo'p, yaxshimisiz? Hozirgi paytda kelinni mebelini kelin tomon qilish kerakmi yoki kuyov tomon? Kuyov tomon qilish. Qiz tomon qilsa ham bo'ladi-yu. Bizning davrimizda qiz tomon qilgan. Lekin kelin tomon qilgandan ko'ra kuyov tomon qilgan yaxshi. Javob uchun rahmat.
Assalomu alaykum. Aka, savolimiz bor edi. Hozirgi paytda mebelni kelin tomon qilish kerak yoki kuyov tomon qilish kerak? Yo'q. O'zi puli bor qilish kerak. Endi kuyov bola sharoit bo'lsa kuyov bola qilgani yaxshi. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Alaykum. Assalomu alaykum. Bola yaxshimisiz? Hozirgi paytda to'yni mebelni kelin tomon qilish kerakmi yoki kuyov tomon qilish kerak? Hozirgi zamondami? Men masalan kelin tomonga ishonsam tashlashni xohlamayman. Chunki kelinni endi ona hamisha katta qilib bergandan keyin ozgina ehtiyojlari bilan, yaxshigina kiyimlar bilan berganga ko'rpa to'shaklar bilan. Lekin mebelni kuyov tomon qilish kerak. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Hop. Assalomu alaykum. Hozirgi paytda to'yni mebelni kelin tomon qilish kerak yoki kuyov tomon qilish kerak? Kuyov Hop, kelin tomon qilsa ham bo'ladi-yu. bo'ladi, lekin erkaklar baribir so'roq Javob uchun rahmat. bilmaydi-yu. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Hop. Hozirgi paytda to'yni mebelni kelin tomon qilish kerak yoki kuyov tomon qilish kerak? Bilmayman endi hozir. Kuyov taraf qilish kerak hozir. Qiz tomon qilsa ham bo'ladi-yu. Qiz tomon sharoit ko'tarsa qiz tomon qilgani ham yaxshi, lekin hozir kuyov taraf qilgani yaxshi. Javob uchun rahmat. Assalomu alaykum. Hozirgi paytda to'yni mebelni kelin tomon qilish kerak yoki kuyov tomon qilish kerak? Kuyov tomon qilish kerak. Qiz tomon qilsa ham bo'ladi-yu. Nimaga aynan kuyov tomon? Yo'q, qiz tomon qilsa ham bo'ladi. Kuyov tomon haligi spalnilarini uyatu endi, to'g'rimi? O'zbekchilikka. Unaqalarni o'zi qilsa, kelin tomon ham quruq qolmaydi, qiladi. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hozirgi paytda to'yni mebelni kelin tomon qilish kerak yoki kuyov tomon qilish kerak? To'ydaman. Ha, mebelni. Mebelini kuyov tomon qilyapti. Qiz tomon qilsa ham bo'ladi-yu. Kuyov tomon qilsa ko'proq haligi gap so'zi o'tadi-da. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Hop. Albatta kuyov tomon qilish kerak edi. Kelin tomon qizini bersin, shuncha yil boqsin, katta qilsin, po'palab yurib, sepsidirg'asi bilan bersin, nima deydi? Mebelini ham berish kerak. Albatta kuyov tomon qilish kerak. Vijdoni bor. Mashinani xo'jayinimi bergan. Javob. Tug'ilgan kunimga tabriklagan. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hozirgi paytda to'yni mebelni kelin tomon qilish kerakmi, kuyov tomon qilish kerak? Kuyov tomon qilish kerak. Qiz tomon qilsa ham bo'ladi-yu. Oldin qiz tomon qilardi, endi kuyov tomon qilyapti. Javob uchun rahmat. Yaqinda chiqaramanda shuncha kuyov tomon qilsin. Bola yaxshimisiz? Hozirgi to'yni marosimlarni, mebellarni kelin tomon qilish kerakmi, kuyov tomon qilish kerak? Kelin tomon qilish kerak o'ziga. Sabab? Sabab kelin o'zi tutadi. Kuyov uni mahramiga olib baqsa, tuksa to'ylar qilib bersa, men qarshiman kuyovga. O'zimda o'g'il yo'q, endi aytib qo'yapman. Javob uchun rahmat. Salomat. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohda qoldiring.